Tarixshunos, yozuvchi, fan arbobi Pirimqul Qodirov 1928-yili Tojikistonning Xo'jand viloyatidagi Kengqul qishlog'ida tug'ildi. 1951-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida, 1954-yilda Moskvada aspiranturani bitirdi. Filologiya fanlari nomzodi. Xalqning xotirasini uyg'otadigan Yulduzli tunlar 1978-yilda, Avlodlar davoni 1988-yilda tarixiy romanlarini chop etdi. Bu tarixiy romanlarda juda ko'plab tarixiy atamalardan foydalanilgan. Bu hozirgi zamonaviy yoshlarga qiyinchilik tug'diradi va ularga bu sohada yordamlashish maqsadga muvofiqdir. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Bizning havas qilsa arzugulik tariximiz bor. Havas qilsa arzugulik ajdodlarimiz bor. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Avlodlar davoni romani, mantiqan Yulduzli tunlar romanining davomchisi. Ulug' va shoir, buyuk sarkarda Bobur tanazzulga yuz tutgan Temuriylar saltanatini halokatdan qutqarib, yangi zaminga Hind sari yo'l oladi va u yerda unga yangi hayot baxsh etadi. Boburning so'nggi yillari, Humoyunning jangovar faoliyati Hindistonda kechgan bo'lsa-da, ular Hindistonda o'zini begona his qiladilar va umr bo'yi o'z vatanlarini sog'inch bilan, armon bilan eslaydilar. Humoyun o'smirlik yillaridan beri juda ko'p tahlikali janglarni boshdan kechirdi. Sherxon Humoyun bilan bo'lgan sulhni buzdi. Tong qorong'usida qarorgohning sharqi janubidan boshlangan va to'rt tarafga yashin tezligida yoyilgan jang to'poloni, fillar na'rasi, odamlarning qiy-chuvi, tig'larning shaq-shuqi, to'fonlarning gumburlashi olamni tutdi. Boy berilishlar va tanazzuldan keyin hammasi o'z iziga tushdi. U Sherxondan boy berilgan qal'alarni qaytarib oldi. Bu asarda meni juda ham hayajonlantirgan lavhalardan biri bu Humoyun va oddiy eshkakchi Hind yigiti Nizom haqidagi o'sha suvdagi bo'lgan voqealardan biri. Masalan, Humoyun butun Hindiston shohi. Nizom esa oddiy eshkakchi yigit. Ular suvda cho'kyapti. Ikkalasi bitta xumga osilib cho'kish holatida turibdi. Juda ham qiynalib ular sohilga chiqadilar. Juda ham hayajonli narsalarni boshdan kechiradi. O'sha paytda Nizom o'ylaydi. Bu kishi shoh bo'lsa, birinchi qariydi, qo'llarim qo'liga tegib ketsa qanday bo'ladi? Oyoqlarim oyog'iga tegsa qanday bo'ladi? U juda ham hayajonlanadi va oxir-oqibat Humoyun tamom cho'kish holatiga yetgandan keyin u majbur bo'ladi. Humoyunni shunday tortib, xumlarning ustiga yotqizadi va juda qiyinchiliklar bilan ularni qirg'oqqa olib chiqadi. O'shanda Humoyun ham, Nizom ham oddiy bir haqiqatni anglab yetadilar. Bu dunyoda shoh ham, gado ham vaqti kelganda oddiy insonga aylanadi. Ular bir-biridan hech qanday farqi yo'q. Bu orada Akbar ulg'ayadi. Humoyun Akbarni o'z xosxonasiga chorlaydi. Bu yerda ota va farzand o'rtasidagi munosabatlar yaqqol ko'zga tashladi. Ularning bir-biriga bo'lgan iliq munosabatlari, ularning bir-biriga bo'lgan hurmatlarini ko'rib, o'zbek xalqining bir-biriga bo'lgan munosabatini yaqqol namoyon bo'ladi. Humoyun Akbar shohni o'z xosxonasiga olib boradi. Sandiqdan oltin soplik qilishni qinidan sug'urib unga ko'rsatadi. Qilichda o'yma harflar bilan rost-rust deb yozilgan edi. Akbar uni ko'rib hayratlandi. Humoyun farzandlari uchun Boburnomani juda ko'p nusxada chop ettirdi. Humoyun Akbarga yuzlanib dedi: "Hazrat otam bu kitobni avlodlaring ham o'qisin degan edilar. Men shu vasiyatni bajo keltirayotganimdan shodman. Afsuski men Andijon va Samarqandlarga bora olmadim. Bu kitob xayolan Mavaronahrga olib borsin. Otamdan menga o'tgan e'tiqodni senga aytmoqchiman. Xayolparast deyishlardan qo'rqmay, eng ulug' maqsadlarni ko'zlashga o'rgan." Hurmatli kitobxonlar, men sizlarga Pirimqul Qodirovning Avlodlar davoni romanini o'qib chiqishni tavsiya etaman.